Salom hammaga, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Demak, biz bugun mashinani yog'ini almashtirishga harakat qilib ko'ramiz. Buning uchun bizga hech narsa kerak emas, ko'p narsa kerak emas. Mashinani yog'i har ehtimolga qarshi ikkita olingan, agar yetmay qoladigan bo'lsa va filtr. Qachonki mashina yog'ini almashtirayotganda filtrni ham birga qo'shib almashtirish kerak ekan. Shuning uchun filtr oldi va turishlarni ham olib olamiz. Boshladik. Ko'p kuttirmaymiz. Olg'a. Ko'rib turganlaridek mashinani ko'tarib ham oldik. Bitta odam sig'adigan bir yarim metrcha masofa bor. Bemalol odam kirib chiqishga imkon yetadi. Hech qanaqa bizga domkrat ham kerak bo'lmadi. Shuning uchun qani ishni boshlaymiz. Qani ketdik. Mana ochib olamiz, pastga tortib olamiz. Ko'rib turganlaringdek mana bu yog'. Mana buni hozir bo'shatishimiz kerak va juda ehtiyotkorlik bilan bo'shatishimiz kerak. Chunki agar mana buni bo'shatganimizdan keyin bulutni yechib ola olmasak, yog'ni ichiga tushib ketishi mumkin. Ehtiyotkorlik bilan yog'ni tushiramiz. Mana bulutni joyiga qotirdik, juda mustahkam qilib, yaxshilab qo'ldan kelgancha. Endi yog'ni qo'yamiz. Qani ketdik. Ko'rib turganlaringdek filtrni olib oldik. Endi buni yangi olgan filtrimiz bilan almashtiramiz. Endi almashtirgan filtrimizni joyiga qaytarib qo'yamiz. Qotirilgan. Yaxshilab qotirishimiz kerak. Xizmat bo'lsa kelaverasizlar. Usta bo'lmoqchiman. Odam qilgan ishni odam qila oladi bemalol. Nega yo'q? Why not? Endi yog'ni qo'yamiz. Quyib bo'ldik. Endi mana bu yerda stik bor. Tayoqcha o'shani bilan yog' darajasini tekshiramiz. Bir marta nima qilib oldim. Demak, hozir maksimum turibdi ko'rganlaringdek. Yo'q, maksimum demak hammasi
risoladagidek. Tayyor. Qopqog'ini joyiga qo'yib qo'yamiz. Qo'l yog'iga botdi. Uchun arziydi. Qo'llar yog'ga botdi, hamma tomon. Lekin arziydi. Ovozlarni eshitgan bo'lsalaring kerak. Yog' almashgandan keyin shunchalik bir mazza qilib yuboradigan ovoz chiqyapti mashinadan. Mazza qilib yuboryapti. 1 soat, 1,5 soatlar vaqtim ketdi. Lekin mazza qildi. Protsessdan, jarayondan mazza qildi. Nimagaki o'zim hech qachon bunaqa ish ko'rmaganman. Mashinani biron joyini bir hatto kapotini ochishga ham nima qilardim-da. Kapotini ham ochmasdim. Shunaqa vaziyatda bu juda ham menga o'zimga bo'lgan ishonch orttirdi. Odam qilgan ishni odam qila oladi. Ham bu menga o'zimga bo'lgan ishonchimni orttirdi va arzonga ham tushdi. Agar buni men ustaga qildiradigan bo'lganimda $150 chamasi pul olardi. Lekin men buni yog'da $20 sotib oldim. Litrda $10 sotib oldim. $30 vaqt pul ketdi va 1 soat, 1,5 soatlar vaqtim ketdi. Bo'ldi. Bu juda ham oson, sizlarga ham tavsiya qilaman qilishni. Osinglar. Shu bilan bugungi birinchi vlogim tugadi. Tomosha qilganlarga hammaga rahmat. Maroqli bo'ldi degan umiddaman. O'zim ham chunki maroqli bilan qildim bu ishni, juda ham rohatlandim qilgan ishimdan. Va keyingi videolarda ko'rishguncha, endi sizlar bilan tez-tez ko'rishib turishga harakat qilaman. Shunaqa videolar orqali qani boshladik unda.